Yo'lda ustidan umuman gluxoy xonalari bo'lmagan 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqdi. Aynan mana shunaqa variantlarni so'raydigan klientlarimiz juda ham ko'p. Keling endi obzorimizni ko'ramiz va oxirida baholaymiz. Xo'p, mana bu bizda kirib kelish eshigimiz bo'lyapti. Prixoshkamizdan obzorimizni boshladik. Prixoshi mebellar. Keling, birinchi xonamiz bu oshxona bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin, keng kattagina рабочая zona, stolovaya zona hammasi bor. Kvartiramizda cho'pli pol hamda issiqlik radiatorlari isish tizimidan foydalanilgan. Xonalarimiz hammasi alohida, ichma-ichmas. Keling endi kvartiramizning asosiy yotoqxonasini ko'ramiz. Marhamat, bu yerda ham kerakli barcha mebellar qo'yilgan. Derazalarimiz hammasi ko'chaga qarayapti. Bemalol ko'chani tomosha qilib o'tirsangiz bo'ladi. Xo'p, chiroyli lyustralarga e'tibor beramiz va ajoyib keng kvadrat shakldagi mehmonxonamiz juda ham ko'pchilik so'raydi. Mana shunaqa keng mehmonxonam bo'lsin deganlar uchun bemalol mana shu yerda do'stlaringiz davrasida, oila a'zolaringiz davrasida televizor tomosha qilsangiz bo'ladi. Va 3-xonamiz bo'lyapti bizda. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Buni bemalol bolalar uchun yotoqxona qilib bersangiz bo'ladi. Kvartiramiz Samarqand shahrida Ro'daki ko'chasida Texnogazoil zapravkasining shundoqqina ro'parasida joylashgan. Marhamat, 8 qavatli domning 6-qavatida joylashgan. Xo'p, kvartiramizning kadastrlari bor. 92 metr kvadratni tashkil etadigan ushbu kvartiramiz 95 ming AQSh dollar deb baholanmoqda. Aytingchi, aynan mana shu narxga arziydimi kvartiramiz? Fikrlaringizni kommentariyada yozib qo'ying.